Agar siz ham Qur'on suralarini yodlamoqchi bo'lsangiz, lekin har safar boshlab to'xtab qolasizmi? Bu video siz uchun. Bugun sizga sabay har qanday surani atigi 9 kunda yod olish uchun ilmiy isbotlangan va professional qorilar foydalanadigan maxsus metodni ko'rsatadi. Shunchaki oxirigacha tomosha qiling. Siz bu usulni bir marta sinasangiz, boshqa yo'l izlamaysiz. Bir sura tanlang, 3 dan 8 gacha bo'lgancha qismga bo'ling. Birinchi kuni birinchi qismni yodlab olguningizgacha takrorlang va qismni yodlab bo'lganingizdan keyin yana qo'shimcha 3 marta takrorlang. Ikkinchi kuni kecha yodlagan surangizni 3 marta takrorlang va yana yangi qismni yodlab oling va yana 3 marta takrorlang. Shunday qilib hamma qismni yod olib bo'lganingizdan so'ng har bir qismni birgalikda ulab 10 dan 30 martagacha takrorlang. Yodlayotgan vaqtingizda chiroyli qorining qiroatiga taqlid qilib yodlashingizni maslahat beraman. Bo'lmas. Shunday qilib 9 kunda bir surani yodlab olasiz. Bu barchasi sizning harakatingizga bog'liq. Video sizga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Bundan-da yaxshi video chiqishi uchun kanalga albatta obuna bo'ling.